Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Soatni qaranglar, necha bo'lib ketdi. Xullas, korzinka ko'dan zakazlarim keldi. Sizlarga bekorga ko'rsatayotganim yo'q. Hozir zo'r skidkalar qilishayotgan ekan, qaranglar. Mana bunaqa gellarni ikkitalab olib oldim. 1 litrli, shunaqa zo'r narxda ekan. Mana bunaqa stirkani geli ham 40% skidkada, почти yarim narxiga oldim. Sroklari, hamma narsasi joyida. Просто shunaqa skidka aksiyalar qilib turishadi-yu. И как раз uyimga kerakli rozxorlarni ham qilib oldim. Mana bunaqa yarim kilo, 2 kilo qilib og'ir narsalarni ko'tarib chiqa olmayman. Hozirgi paytda xo'jayinim ham ishlari ko'p, o'shanga tinchgina korzinka go'dan zakaz qilib yubordim. Hammasi svejiy, o'zim aytgan vaqtimga yetkazib olib kelib berishadi. Bunaqa termos oldim. Kofelar, limon choylar sovolishga opishim zo'r ekan. Mana shunaqa idishlar, yengilgi dekorlar ham qo'shishdi. O'shanga sizlarga pastga ssilka qoldiraman. Bitta kirib aylanib chiqinglar sizlar ham. Sizdan ko'rib mazza qilib zakaz qilman degan qizlar ham bor. Shuning uchun sizlar ham bitta kirib ko'ringlar.